Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi mevzuni Samarqand shahar Chortga qo'yib berdik. Buni razmeriga keladigan bo'lsak 4 metrga 3 metr balandlikda qilib yasab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana shunday chirtlarini, taglarini kapuchino rangda qilib berganmiz. O'rtalarini oq tsvetda qilib berganmiz. Korpuslari ham oq MDFdan qilingan. Klient xohishidan kelib chiqdi. Hop, bunga kiraverishda mana shunday pinal qilib berganmiz. Strongli mikrovolovka bilan strongli duxovkaning joylari bu. Mikrovolovkalar ishlaydi. Strongli duxovkalar ham ishlaydi. 3 xil funksiyada ishlaydi. Undan keyin bu kishiga mana shunday ishlaydi. Funksionalni moyka ham 3 xil funksiyada ishlaydi. Masalan, sharshalar bor o'zida. Bu bakalniki mana bu bo'ladi. Buni ochib ko'rsatmaymiz hozir. Buni ichida o'zida bo'ladi, masalan, taxta kachi. Keyin mana shu ikkita savatchasi bo'ladi. Sabzlari, narsalar yursiz bo'ladi. Taglari masalan ochiq bo'ladi, qanday qo'yilmaydi. Sababi santexnika metodiga ulaganda qiynalmaydi. Buni ulashlarini klientimiz o'zlari santexnikada o'zlari ulab olganlar. Keyin o'rtaga mana shunday gazlarni qo'yib berganmiz, tepalarga vichkalarini klient olib kelgan, uni ulab joylariga moslashib qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, tortmalarni qo'yib berganmiz. Tortmalarning masalan katta tortmalar, qanday mexanizm ishlatilgan. Tagi ham emas, laminat o'zidan ketgan. Taglari ham masalan tortma. Yo'llarni ham tortma qilib berganmiz. Tortman ko'proq bo'lsanganlar. Bular ham tortma. Bu tomoniga masalan shkafcha qilib berganmiz, ichiga polkalarni qo'yib. Ko'rishingiz mumkin, tipalarni mana shunday ikkitadan polka qilib ketganmiz, 3 ta kameralik qilib. Bu xalazning joylari, xalazinglar razmerlarini aytganlar, o'sha razmerlarga moslab yasab berganmiz. Tipalar masalan shkafcha bo'lib, xalazingga korpus qilib berganmiz. Keyin bunga svechalarni qo'yib berganmiz. Svechalar bo'ldi sensorda boshqariladi. Masalan, yonadi o'zi. Mana shunday ko'rishingiz mumkin. Taglarini roverda o'yib turib qo'yilgan, frezerda. Bunaqa akfixda emas yo to'g'riroq izolatda qo'yilmagan. Tipalari masalan shkafli bo'lgan. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Samarqand viloyati bo'ylab dastavka ustanoklarimiz tekin. Agar boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilishsa, kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Bu akril materialda qilib tayyorlab berdik. Ustlari masalan rossiyskiy stolishitsa 4 sm-lik, bunaqa 2,5 sm-lik yo Toshkent stolishitsalari ishlatilmagan. Yaxshi stolishitsa qo'yib berganmiz. Funksionalni moykamizda 5 metrdan ziyod bo'ladigan bo'lsa joyi bonus qilib beramiz. Agar 5 metrdan mayda bo'ladigan bo'lsa 500 ming so'm daplatasi bor.